Prezidentimiz tashabbusi bilan Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida yurtimiz bo'ylab ko'plab ezgu ishlar amalga oshmoqda. Minglab ehtiyojmand oilalarga, ko'ngli o'ksik qalblarga xursandchilik, Ramazon shukuhi olib kirilyapti. Ushbu muborak kunlarda yurtimizning ko'plab saxovatli tadbirkorlari qatori bir qator musulmon davlatlari, xalqaro tashkilotlari ham mamlakatimizda umrguzaronlik qilayotgan, kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalarga xayr-ehsonlar ajratib, ko'pchilikning duosini olmoqda. Xususan, Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirilgan agentligi TİKA tashkiloti O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi bilan ko'p yillardan buyon hamkorlik qilib keladi. Kecha Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan mazkur tashkilot homiyligida Farg'ona shahrida 500 kishilik iftorlik tashkil etildi. Iftorlik dasturxoniga eshitish va gapirishda nuqsoni bor, o'zgalar parvarishiga muhtoj, nogironligi bor yurtdoshlarimiz taklif etildi. Qur'on tilovati bilan boshlangan iftorlik dasturxonida yig'ilganlar yurtimiz tinchligi va osoyishtaligi, xalqimiz farovonligini tilab duolar qilishdi.